deydilar. Ashir. Ashirjiyan. Ashir. Hammani ko'rsatib ol, ey. Sen sog'indik. Mana shunda ko'rsatib ol hammani. Bo'ldi. Ana shunday. Halol. Menimdan ro'zimga chiqib qochib ketmay yashirib turibsiz. Keldingiz kazib. Bosh tovoqni Asqar polvon ko'tardi, Sarosiyadan Jamshid polvon chiqib keldi. Uzun Sarosiya polvonlari Uzun tumani Olmaxon mahallasida nima bo'ldi? Jahon polvon Jamshid polvon bilan Asqar polvon bosh tovoq ustiga bolalar stolovchi ukamizdan ham 50 ming geldi xudo ularni chempion yigitlar bo'lsin, boy badolat bo'lsin. Hurmatli chiroyli odamlar, chiroyli. Ana shu bo'ldi, jahon bo'ldi. Endi bu. Yo'q aka. Sizdan chiqib ketaman shu halol. Şuna polvon o'zimizni orqasida bo'ldi. Sen harakatda. Beto'g'ri yaxshi zoti bor, xudo ahvollarini bersa omin. Allohu akbar. O'rtadan olishasiz. juda chiroyli havo bo'lyapti. Maydonimiz oho. Yaxshi usul. Maydon yam-yashil, yumshoq, rasa kurashadigan maydon. Havoni ham Xudo berib turibdi, faqat kurashish kerak. Solimlar ko'p albatta. Polvonlar ham yetarli. Faqat Sarosiyo uzun polvonlari hozircha kurashyapti. Priyom oxirigacha bajarildi. Halol deb baholandi mana shu bekor tomonidan. Chiroyli olishdi, sekin emas, lekin shu bola qayerdan zazilay?
Rasim akamni oyoq ustiga. Bekorga qolib ketmasin. Qara, meni bekorga qo'ygan akaman. O'rtalaringizda, o'rtalaringizda. Aşır. Aşır. Hammani ko'rsatib ol, ey. Sen sağırdık. Mana shunda ko'rsatib olaman. Bo'ldi. Bo'ldi, ketdi o'zi. Sevdalarga salom. Bizni tanigan bilganlarga. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Bundayda to'ylarning yuzini ko'rsin. Doim safarda yurganlar sog' bo'lsin. Kelib Videochiga videolarni ko'proq olib. taniganlarga salom, hurmatlar. Salom. Endi og'aylar mana shu bugun Yo'ldosh aka boshchiligida, Xonnazar aka boshchiligida bir Xonsalda bir bahonai sabab bir kurash berdi. Yaxshimi, yomonmi, sadaqani ko'pi kami yo'q. Alloh bargohiga qabul aylasin, hech gap emas. Birov eng zo'ri, birov sulingan yo'q, birov yetilgan yo'q. Endi elchilik birov yarim norozi bo'ladi. Bundan xafa bo'lish kerak emas. Ilohi amin. Mana shu kurashimizga hissa qo'shganlar bor. Mana shu yigitlar, qishloqdoshlar, mahalladoshlar, yor birodarlar, polvonlar kelib o'z hissasini qo'shib, menga ham duo bering. Ularning orasida Allohdan najot so'ragan farzand talablar bor. Dunyo talablar bor. Xudoyjon men ham to'ylar beray degan farzandlarim kurashchi, ko'pkarchi polvon bo'lsin degan yigitlar bor. Ey Allohim yaratgan egam, 18 ming olamni yaratgan Allohim deb beadad behisob shukrlar bo'lsin. Xudoyjon uning payg'ambarlariga durud va salovatlar bo'lsin. Allohim mana shu yurtimizda, jonajon yurtimizda tinch, tanlarimizni sihat salomat qilsin. Xudoyjon mana shu yerda shu yilga tugallikda turgan birodarlarimiz, yor do'stlarimiz yanagi yillarga ham mana shunday yor yuz bilan ko'kalamda o'tirib to'ylar tomosha qilish nasibi ro'z aylagan bo'lsin. Allohim hammamizni elimiz, xalqimiz, qo'ni-qo'shnilarimiz o'zga yurtlarda yuribdi. Xudoyjon shularni safarlarini Alloh bexatar qilsin. Allohim shularni elima kelib to'ylar beray, uy solay, katta bir mashinalar oladigan ukalarimizga ham Alloh xazinalardan berib to'ylar qilsin. Allah o'shalarni ofatdan, kulfatdan, tuhmatdan, balo-qazodan, har xil kasallik, xorlik, zorliklardan Alloh o'z panohida asrasin. Hissasini qo'shib to'ylarga, mana shu hissasini qo'shganlarga Alloh benuqson xazinasiga yana xazina qo'shishni Alloh nasibi ro'z aylasin. Yo'ldosh akamizni, Xonazar akamizni xonadoniga tinchlik, fayz, barakat etsin. Yo'ldosh aka kelinlar olsa, Xonazar aka to'ylarga kelinlar olsa, yana katta to'ylar bersin. To'ylarda mana shunday ishtirok etib hammamizga nasibi ro'z aylasin. Alloh kelgan mehmonlarga hammalaringizga boshimiz yelgan tekkuncha ta'zim qilamiz. Rahmat. Bizni hurmat qilganlaringiz uchun. Alhamdulillah, alhamdulillahi robbil alamin. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه برحمتك يا رب العالمين. Ehroz ukamizga ham rahmat. Sizdan nasib bo'lsa jahon ko'rib sizga nimangizga marhamat. Savollar olishadi, boshqova. Hamma ketsa bekorman. Hamma ketsa men o'tiraman. Kurashadi, hali zotli. Sen kiyadingmi? Kurashimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Qolgan polvonlar hammasi